Men Marqulova Nodira Abdulazizovna Terasa mahallasida istiqomat qilaman. 2025-yil yanvar oyida Guliston tuman Agrobank filialidan kredit olgandik. O'shandan 2 boshqaruv olganmiz. Bu yerda daromadimiz 65-70 millionga yaqin. Undan tashqari oilaviy hisobimizga yana bitta qoramol qo'shganmiz. Bu mana bu apparatimizdan foydalanamiz. Bu sigirlarni sog'ish uchun. Shundan bog'chalarga, klinikalarga suv topshiraman, qatiq topshiraman. Sifatli xalqimizga sifatli mahsulot yetkazib berishga harakat qilamiz. Bundan tashqari, o'z daromadimizdan tashqari qo'ychilikni ham kengaytirganmiz. 20 boshqa oshiqroq qo'ylarimiz bor. O'z daromadimizdan kengaytirib ko'paytiryapmiz hozirgi kunda. Shu tariqa bulardan bemalol foydalanib, kredit foizlarini ham to'lab kelmoqdamiz o'z vaqtida. Shu tariqa bank xodimlariga rahmat deymiz va Agrobank filialidan yana bir kelajakda olish niyatimiz bor. Kelajakda 200-300 million daromad qilish niyatimiz bor. Rahmat kattakon.